Kartinglarda ozgina pul bo'lsa ham Xitoydan juda ko'p narsalar zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu safar men 160 ming so'm pulimga nimalar zakaz qilganimni ko'ringlar. Albatta bu pulning ichida kargo narxi hisobga olinmagan. Bu birinchisi shunaqa shapchka rosa xohlaganim shunaqa bo'yinlarini yopib turadigan shapka olishni bolamga. Ikkinchisi bu shunaqa apparat. Katushka apparat, bunga alohida video olaman. Va bu shunaqa oyoq kiyimcha, yumshog'ina, issigina turadigan oyoq kiyimcha bolam uchun. Bu katushka apparatga keladigan bo'lsak, atigi 30 mingga zakaz qildim, lekin uzun marketda buni 200 ming, 300 ming narxlarda ko'rdim. Bu katushka apparatning yaxshi tarafi nasatkasi bor to'rtta va zaryadnikda ishlarkan. Yana zaryadga qo'yib ishlatursanglar bo'ladi. Hech qanaqa batareyka shart emas. Va silikonli idishlar zakaz qildim bolam uchun, prekorm boshlaganman. Ismini yozdirdim va alohida ismini yozdirish alohida pul turar ekan, taxminan 15 yuan, ya'ni o'zbek so'mida 30 ming so'mga to'g'ri keladi. Va shunaqa sponjlarim eskirib qolgandi kakras. Menga o'xshab Xitoydan bemalol tovarlarni sifatli va arzon narxlarda sotib olishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, men o'z kursimga taklif qilaman. Bu kursimda o'zim yaratgan video darsliklarni qo'lga kiritishingizdan tashqari, men bilan individual shug'ullanish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz.